nima dedi? Shu uzr so'radi, boshqa bezovta qilmas ekan. Shirin, nima qilsam kechirasan? Mani shunday joyga olib boringki, men hayron qolay. Shunda kechirishim mumkin. Mumkin. Menga qara. Shu ishni bugun qilsak bo'lmaydimi? Yo'q, hozir emas. O'z vaqti kelar. Xatga aytolsan. Uyga. Nima yonimda turishda patlamsan uchun? Yoki duxingga o'tirdingmi? Men senga отчет berishga majbur emasman. Ol qo'lingni. Sen o'rtog'imsan o'zi? Ha? Nima unda yarim yo'lda tashlab ketyapsan? Men yana bu isqirtishlaringga aralashish niyatim yo'q. Endi qo'lingni ol. Olmasamchi? O'rtoq, sen menga keraksan. Lekin bu ishning oxiri yo o'lim, yo qamoq. Ana isqirtiq qilgan ishi miyamdan chiqmayapti. Qilgan ish uchun javob berish kerak. Vobshetam bunaqa ko'chalarni yo'qotib olmoqchiman. Tushunaman seni. Lekin bu ish uchun senga tajribasi bor odam kerak. Bu odam bo'ladimi? Kim? Assalomu alaykum. Yo alaykum. Qachon keldingiz aka? 3 kun bo'ldi. Nimaga xabar bermadingiz? Bir ikkita ishlarim bor. Shularni bitirish kerak. Qanaqa ish? Yordam kerak bo'lsa? Yo'q. Ish bitdi. Nima ish aka? Ikkitasi bilan hisob-kitobim bor. Shularni yo'qotish kerak. Kim ular? Qo'y. O'zingizlar nima gap? Yaxshisi, biror joyga borib o'tirib gaplashaylik-a. O'zbekning ovqatlarini sog'indim. Bo'ldim, ochaveraymi? Hozir yana ozgina. Shoshma. Mana. Endi kechirdingmi? Yo'q hali. O'ylab ko'raman. Ketdikmi? Ketdik. Chiroyli juftlik-a. Ha. Maktab davrlari zo'r edi-ya. O'tib ketdi. Men ham sog'indim. Kirmaymizmi? Yo'q, halal bermaydi. Aytgancha, Zarnigor bilan gaplashib turibsan? Hozir u Qozog'istonda musobaqaga tayyorgarlik ko'ryapti. Kelmasmikan? 1 yildan keyin deb aytdi menga. Unda yaxshi. Yur, biz ham aylanamiz. Mayli. ishqingda telbayu devona, nahotki bo'lib qoldimmi endi begona. Axir o'zing eding qalbimda yagona parvona. Unutay deymanu lek yurak ko'nmaydi. Tunlarim bemazmun dil seni so'raydi. Hayollarimda sen hayolim qo'nsaydi. Yo'q, unutkim kelmaydi.
o'shalarga bor agar sevsa seni. Mendanam kuchliroq kerakmi senga? Mendayin telbaroq oshiq u bemor. Bo'ldi qil. O'lurmagan. O'lgan odam o'ldi ketdi. Hop, Ahmad. Ikkita kattani Xurshid bilan qassobni yo'q qilgan. Tushunyapsanmi? Mayda-chuda bo'lsa ham mayli edi. Xurshidni qamoqda o'zida o'ldirgan. Qanaqa qilib? Bu bizga nisbatan ogohlantirish. Kim qildi deb o'ylaysan? Bilmayman. Menimcha bu ish Rahmatjon qilgan.